Assalomu alaykum Nodirbek Svarshi kanalining obunachilari hamda kuzatib boruvchilari. Biz yana Svarki qilish sirlari bo'yicha video olishda davom etamiz. Shu video orqali ozmi ko'pmi birodarlarimizga foydasi tegsa, biz xursand bo'lamiz. Videoni boshlashdan oldin shu videoga like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, kanalga obuna bo'ling. Bundan-da qiziq, Xudo xolasa videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam bugungi mavzuda aytib o'tsam, patoloshniy, ya'ni elektrodni TVga qaratib qo'yishdi. Xudo xolasa bugun ko'rsatib o'tamiz. Patoloshniy deb qo'yadi. Hozir men buni teskga o'rnataman. Undan keyin sizlarga bir boshdan tushuntirib o'taman. Svarka qilib ko'rsatishdan oldin bir sira og'zaki yana tushuntirib o'taman qo'ldan kelgancha. Xato kelchilar bo'lsa oldindan uzr. Patoloshniy holat shu stik elektrodni hech qachon tikka bosmaysiz. Bu holatda elektrod tikka bosib bo'lmaydi. Elektrodni ham mana shu yerda elektrod erib turib atrofga yayilganda pastga tomadi. Bunda patoloshniyda pastga oqadi. Gradusni chal yotkizamiz 5 ga elektrod. Yotkizgan holatda o'rganayotgan insonlar shuni yonboshlatib faqat uzib qo'yishdan boshlarish kerak. Shuning uchun uzib qo'yishni ko'rsatamiz. Hozir elektrodni nima sababdan 45 gradusga buriladi? Sabab elektrod eriganda ichidagi suyuqli simni narigi tarafga turtadi. Cho'q tutashganda narigi tarafga turtadi. Turtib, keyingi elektrodni bosgan joyingizni ochib ketadi. Shuning hisobidan chak borib keta oladi mana shunaqa. Xudo xolasa tushunarlilar bo'ldi. Endi buni sizlarga qo'yib ko'rsatamiz. Svarkani tokini mikrofga qo'ysak, men buni hozir 110 ga qo'yib qo'yaman, chunki bizda svet jinda mikrofga bo'lib o'ynayapti. Shuni ham aytib o'tsam, mana 110 ga qo'ydim. Endi sizlarga qo'yib 110 vattda qo'yib ko'rsataman. Qani unda biz boshladik. Bismillah. Mana qo'yib bo'ldik. Endi buni sal shlagini qoqib ko'ramiz.
Hamma ko'rinishi. Mana. Endi hozir yerga tushirib, o'zim ko'rsataman. Mana aziz do'stlar, patolochligimiz shu holatda qo'yildi. Mana shu tariqa mana shu tarafdan boshlandi. Mana boshida ahamiyat bersangiz, yaxshi elektrod masofasini qisqa qilib urganim uchun mana shu yerdan shu joygacha yaxshi chiqdi. Shunchalik qo'ysangiz ham suv chiqadigan holat ham bo'lmaydi. Mana xudo xolasa svetimiz bizda ancha pasayib qopti. Shuni hisobiga ham sal mana qalinligi 4 mm darajada qalin qo'yildi. Ham elektrodni urganimizda pastga qarata oqqanda chiqqan. Atak va pastki taraf bo'lsa qo'ysangiz, profilni ichki tarafiga oqib, yana keyin mosh shirokiyroq qo'yilardi. Tonki chiqqan hisobiga bu qalinroq qo'yildi. Xullas, shu video mana xudo xolasa yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab olasizlar. Kanalda yangilar podpisatsiya bosamiz. Yana kanalga kirsangiz, bundan qiziq videolar bor. Xudo xolasa foydasi tegadi degan umiddamiz. Qani bo'lmasam, sizlar bilan xayrlashamiz. Barchaga katta rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarimizda endi vertikalniy holatda oldingi bir video qo'yganman, unda yaxshi tushuntirib o'tmaganim uchun endi vertikalniy edi. Xudo xolasa yaxshi tushuntirib ham bir video qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Hammaga yaxshi kayfiyat.